Agar siz pensiyangizni Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobank orqali olayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Chunki pensiya pulini bank kartasi orqali olish, bankni almashtirish, kartadan pul yechish, kredit yoki qarzdorlik bo'lsa pensiyadan ushlab qolish, karta muddati tugashi, SMS xabarnoma va firibgarlik holatlari bo'yicha ko'pchilik pensionerlar juda ko'p xatoga yo'l qo'yapti. Men bugun sizga oddiy tilda, lekin aniq va batafsil qilib tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi holatda bankka borish kerak? Qaysi holatda pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotga murojaat qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim holatlarda odamlar o'z pulini o'zi bilmagan holda yo'qotib qo'yishi, ortiqcha komissiya to'lashi yoki firibgarlar tuzog'iga tushib qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar har bir xonadonda kerak bo'ladi. Avvallar ko'p pensionerlar pensiyasini asosan naqd shaklda bank kassasi orqali yoki mahallaga keladigan to'lovlar orqali olardi. Odam bankka borardi, navbatda turardi, pasportini ko'rsatardi, pulini olib qaytardi. Bu tizim oddiy ko'ringani bilan muammolari ko'p edi. Navbat uzun bo'lardi. Keksa insonlar yo'lga qiynalardi. Ba'zan pul yetib kelish kechikardi. Ba'zan odam o'zi bora olmasa, ishonchnoma masalasi chiqardi. Bundan tashqari naqd pulni uyga olib kelishda xavfsizlik masalasi ham bor edi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgardi. Pensiyalar bank kartalariga tushirilmoqda. Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobank kartasiga pensiya olayotganlar juda ko'p. Bu qulay. Pul karta orqali keladi. Bankomatdan yechish mumkin, do'konda to'lash mumkin, kommunal to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Ayrim hollarda mobil ilova orqali ham nazorat qilish mumkin. Lekin qulaylik bilan birga yangi xavflar ham paydo bo'ldi. Eng katta muammo shuki, ko'pchilik pensioner karta qanday ishlashini, qaysi holatda pul ushlab qolinishi mumkinligini, qaysi holatda bankni almashtirish mumkinligini, kartadan pul yo'qolsa kim javob berishini to'liq bilmaydi. Men sizga bir narsani aniq aytaman. Pensiya bu oddiy kirim emas. Bu insonning qonuniy ijtimoiy ta'minoti. Shuning uchun har bir pensioner o'z pensiyasi qachon tushishi, qancha tushishi, qayerga tushishi va undan nima sababdan pul ushlab qolinganini bilishga haqli. Agar siz Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobankdan pensiya olayotgan bo'lsangiz, bank faqat texnik vositachi bo'lishi mumkin. Ya'ni pulni kartangizga yetkazib beradi, xizmat ko'rsatadi, karta ochadi, karta bo'yicha amaliyot qiladi. Pensiya miqdorini esa bank belgilamaydi. Pensiya hisob kitobi tayinlanishi va qayta hisoblanishi tegishli pensiya organlari orqali amalga oshiriladi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya kartangizga tushgan pulni doim nazorat qiling. Ko'pchilik har oy bir xil tushadi deb o'ylaydi va tekshirmaydi. Lekin ayrim oylar qo'shimcha to'lov, kompensatsiya, qayta hisoblash, qarzdorlikni ushlab qolish yoki boshqa sabablar bilan summa o'zgarishi mumkin. Masalan, Odil aka Xalq banki kartasiga har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U har oy bankomatdan 1 million 200 ming so'm yechib, qolganini kartada qoldiradi. Bir oy kelib bankomatdan pul yechmoqchi bo'lsa, karta balansida 900 ming so'm borligini ko'radi. U darrov bank pulimni olib qo'ydi deb o'ylaydi. Aslida esa uning oldin olgan kichik krediti bo'yicha avtomatik yechim qo'yilgan bo'lishi mumkin yoki mobil ilovada ulangan pulli xizmatlar bo'lishi mumkin yoki kartadan do'kon to'lovi 2 marta o'tgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi qadam ayblash emas, ma'lumotnoma olish. Bankdan kart harakati bo'yicha ko'chirma so'rang. Qaysi kuni qancha pul tushgan, qaysi kuni qancha pul yechilgan, qayerga o'tgan, hammasi ko'rinadi. Ikkinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya oladigan bankni o'zgartirish mumkin bo'lgan holatlar bor. Ya'ni siz butun umr bitta bankka bog'lanib qolgan emassiz. Agar sizga Xalq banki filiali uzoq bo'lsa, O'zsanoat qurilish bank bankomati yaqinda bo'lsa yoki Agrobank kartasi sizga qulay bo'lsa, siz o'zingizga qulay xizmat ko'rsatuvchi bankni tanlash masalasini ko'tarishingiz mumkin. Bunda siz shunchaki men bankni almashtiraman deb eski kartani tashlab yubormaysiz. To'g'ri tartibda ariza berish kerak. Pensiya qaysi hisobga tushishi yangilanmaguncha eski hisobga tushishda davom etishi mumkin. Shuning uchun bankni almashtirishda eng katta xato eski kartani yopib, yangi hisob ma'lumotlarini tegishli joyga yetkazmaslik. Hayotiy misol keltiraman. Zaynab opa pensiyasini Agrobank orqali oladi. Qizi boshqa tumanda yashaydi va onasiga har oy pul yechishga yordam beradi. Keyin
Zaynab opa O'z sanoat qurilish bank filiali uyga yaqinroq ekanini bilib, yangi karta ochadi. Lekin u pensiya organiga yoki tegishli to'lov ma'lumotlarini yangilash joyiga arz bermaydi. Natijada keyingi oy pensiya baribir eski Agrobank kartasiga tushadi. Opa esa yangi kartaga tushmadi. Demak, pensiyam to'xtadi deb xavotir oladi. Aslida pensiya to'xtamagan, faqat hisob raqami yangilanmagan. Shuning uchun bankni almashtirishda hujjat bilan, ariza bilan, tasdiq bilan ish qiling. 3-masala karta muddati. Pensionerlar orasida eng ko'p uchraydigan muammolardan biri karta muddati tugab qoladi, lekin odam buni bilmaydi. Karta ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 9/25 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil sentabr oyigacha amal qiladi. Muddat tugagan kartaga ba'zan pul tushishi mumkin, lekin karta orqali to'lov qilish yoki bankomatdan yechish muammo bo'lishi mumkin. Ayrim banklarda muddati tugagan karta bo'yicha avtomatik qayta chiqarish tartibi bor. Ayrim holatda esa mijozning o'zi filialga borish kerak bo'ladi. Shuning uchun pensiya kartangiz muddatini bugunoq tekshiring. Agar muddat tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, bank filialiga boring va pensiya kartamning muddati tugayapti, qayta chiqarish tartibi qanday deb so'rang. 4-masala kredit va qarzdorlik. Bu juda nozik mavzu. Ko'p pensionerlar bankdan kredit olgan bo'ladi yoki farzandiga kafil bo'lgan bo'ladi. Keyin pensiya kartasidan pul yechilib qolsa, bank pensiyamni tortib oldi deydi. Bu yerda bir nechta holat bor. Agar siz kredit shartnomasiga imzo chekkan bo'lsangiz va unda to'lovlarni kartadan avtomatik yechish sharti bo'lsa, bank belgilangan muddatda pulni yechishi mumkin. Lekin bu yechim qonuniy asosda. Shartnoma doirasida bo'lishi kerak. Siz bankdan shartnoma nusxasini, qarzdorlik jadvalini, yechilgan summalar bo'yicha ko'chirma talab qilishga haqlisiz. Masalan, Karim aka O'z sanoat qurilish bankdan 8 million so'm kredit olgan. Oyma-oy 6.30 ming so'mdan to'lash kerak. Pensiyasi 50 million 70 ming so'm. U bir oy to'lovni o'tkazib yuborgan. Keyingi oy kartaga pensiya tushishi bilan 20 million 300 ming so'm yechilib qolgan. Karim aka buni adolatsizlik deb biladi. Lekin bank shartnomasida muddati o'tgan qarzdorlik va joriy to'lov kartadan yechilishi ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda u bankka borib to'lov grafikini qayta ko'rib chiqishni, restrukturizatsiya qilishni, ya'ni to'lovni yengillashtirishni so'rashi mumkin. Eng yomoni indamasdan yurish, chunki qarz yig'ilib boradi, penya yoki jarima bo'lishi mumkin, keyin muammo kattalashadi. 5-masala. Pensiya miqdori kamaygandek tuyulsa, bankdan emas, avval manbani aniqlang. Bank kartangizga qancha pul tushganini ko'rsatadi. Lekin nega aynan shuncha pensiya hisoblangani bank xodimi har doim ham tushuntirib bera olmaydi. Agar siz oldin 25 ming tushardi, bu oy 20 million 120 ming tushdi desangiz, bank faqat kirim summasini ko'rsatadi. Sababini bilish uchun pensiya tayinlovchi organ, ijtimoiy himoya yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. U yerda sizga pensiya hisob-kitobi ustama, ushlab qolish, qayta hisoblash bo'yicha ma'lumot berilishi kerak. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizning kartangizdan siz qilmagan to'lovlar o'tgan bo'lsa, darhol xavotir oling. Masalan, siz do'konga bormagansiz, lekin 300 ming so'mlik xarid ko'rinib turibdi. Siz internetda hech narsa xarid qilmagansiz, lekin kartadan pul yechilgan. Siz hech kimga karta raqami, SMS kod yoki PIN kod bermagansiz, lekin balans kamaygan. Bunday holatda birinchi ish bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib kartani bloklash. Keyin filialga borib yozma ariza berish. Men ushbu operatsiyani amalga oshirmaganman. Tekshirib berishingizni so'rayman deb yozasiz. Ko'chirma ilova qilasiz. Agar firibgarlik alomati bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qilinadi. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar pensiyangiz odatdagidek tushayotgan bo'lsa, karta ishlayotgan bo'lsa, hech qanday begona yechimlar bo'lmasa, bank xizmatlari sizga qulay bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Lekin xotirjamlik nazorat qilmaslik degani emas. Har oy kamida bir marta balansni tekshiring. SMS xabarnoma ulangan bo'lsa, kelgan xabarlarni o'qing. Mobil ilova ishlatsangiz, faqat rasmiy ilovani o'rnating. Farzandingiz yoki nabirangiz yordam bersa ham, karta PIN kodini hammaga aytmang. Birinchi nozik jihat bankomat komissiyasi. Siz pensiyani bir bank kartasiga olasiz, lekin boshqa bank bankomatidan pul yechasiz. Ba'zan komissiya olinishi mumkin. Masalan, Xalq banki kartangiz bor, lekin siz O'z sanoat qurilish bankomatidan naqd pul yechdingiz.
yechim shartlariga qarab ma'lum foiz komissiya ushlanishi mumkin. Yoki Agrobank kartasidan boshqa bankomatiga yechganingizda komissiya chiqishi mumkin. Shuning uchun bankomat ekranida yozilgan ogohlantirishni o'qing. Komissiya miqdori falon so'm deb chiqsa, rozi bo'lsangiz davom ettirasiz, rozi bo'lmasangiz bekor qilasiz. Ko'p odamlar shoshilib tasdiqlaydi. Keyin nega kam pul chiqdi deb hayron bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Karta ichidagi qoldiq. Ayrim pensionerlar har oy hamma pulni yechib oladi. Ayrimlar esa kartada qoldiradi. Karta ichida pul qoldirish qulay, lekin xavfsizlik chorasi zarur. Agar telefoningizga SMS kelmasa, firibgar yechimni kech bilishingiz mumkin. Agar karta yo'qolsa, darhol bloklanmasa, xavf bor. Shuning uchun kartada katta summa saqlasangiz, albatta SMS xabarnoma yoki mobil monitoringni yo'qing. PIN kodni karta bilan birga yozib qo'ymang. Ko'p odamlar PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning g'ilofida saqlaydi. Bu juda xavfli. Karta yo'qolsa, pul ham ketishi mumkin. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar kasal. Yura olmaydi yoki boshqa sabab bilan bankka bora olmaydi. Ularning farzandi yoki qarindoshi bankka borib pul olishni xohlaydi. Bunda men o'g'liman deyish yetarli emas. Bank qonuniy hujjat talab qiladi. Ishonchnoma notarial tartibda rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Ishonchnomada aynan qanday vakolat berilgani yozilishi kerak. Karta olish, hisobdan pul yechish, ariza berish, ma'lumot olish kabi. Agar ishonchnoma umumiy bo'lsa-yu, bank operatsiyasiga ruxsat aniq yozilmagan bo'lsa, bank rad etishi mumkin. Bu bankning yomonligi emas, bu mijoz pulini himoya qilish tartibi. 4-chi nozik jihat vafot etgan pensionerning kartasidagi pul. Bu mavzu og'ir. Lekin bilish kerak. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga keyingi to'lovlar noto'g'ri tushishi yoki kartada oldin tushgan pul qolishi mumkin. Qarindoshlar karta qo'limizda, yechib olaylik deb o'ylashi mumkin. Lekin bu huquqiy masala. Vafotdan keyin meros tartibi, ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi kerak bo'lgan summa kabi holatlar yuzaga keladi. Shuning uchun bunday vaziyatda banka va tegishli pensiya organiga xabar berish. Meros hujjatlarini tartibga solish kerak. Aks holda keyin qarzdorlik yoki nizoli vaziyat paydo bo'lishi mumkin. 5-chi nozik jihat firibgarlar. Hozir telefon orqali men bank xodimiman, pensiyangiz bloklanadi. Kartangizni yangilash kerak. SMS kodni ayting. Kompensatsiya tushiramiz degan qo'ng'iroqlar ko'paygan. Men qat'iy aytaman. Bank xodimi hech qachon sizdan SMS kodni so'ramasligi kerak. Bank xodimi sizdan karta PIN kodini so'ramaydi. Bank xodimi sizdan telefoningizga kelgan bir martalik kodni aytishni talab qilmaydi. Agar kimdir shunday desa, darhol suhbatni tugating. Rasmiy bank raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Ayniqsa pensionerlar pensiyangiz oshiriladi. Buning uchun kodni ayting degan gaplarga ishonib qolishi mumkin. Bu eng xavfli tuzoq. 6-chi nozik jihat. Pensiya kartasiga boshqa tushumlar. Ba'zi odamlar pensiya kartasiga farzandlaridan pul o'tkazmasi oladi, internet xarid qiladi, kredit to'laydi, kommunal to'lov qiladi. Bu mumkin bo'lishi mumkin, lekin nazorat qiyinlashadi. Chunki kartada pensiya puli bilan boshqa pullar aralashib ketadi. Agar sizga hisob kitobni ajratish muhim bo'lsa, alohida karta oching. Masalan, pensiya faqat pensiya kartasiga tushsin. Kundalik xaridlar uchun boshqa karta ishlating. Shunda qaysi pul qayerga ketganini ko'rish oson bo'ladi. 7-chi nozik jihat bank xizmati sifati. Agar siz Xalq banki, Sanoat qurilish banki yoki Agrobank filialida qo'pol muomala, tushuntirmaslik, navbatdagi tartibsizlik, asossiz rad javobi bilan duq kelsangiz, indamay ketmang. Avval filial rahbariga murojaat qiling. Keyin bankning kol markaziga shikoyat qoldiring. Kerak bo'lsa, yozma ariza bering va arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. Og'zaki shikoyat ko'pincha yo'qolib ketadi. Yozma murojaat esa javob talab qiladi. Birinchi qadam kartangizni tekshiring. Qaysi bank kartasi ekani aniqlang. Xalq bankimi, Sanoat qurilish bankmi yoki Agrobankmi? Karta muddati tugamaganmi? Karta ishlayaptimi? PIN kod yodingizdami? Karta yo'qolmaganmi? Bularni tekshiring. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, bank filialiga boring. Ikkinchi qadam, har oy tushgan pensiya bo'yicha nazorat qiling. Bankomatdan buni ko'chirma olish mumkin bo'lsa, oling. Mobil ilovangiz bo'lsa, kirim-chiqimni ko'ring. SMS xabarnoma ulangan bo'lsa, xabarlarni o'chirib tashlamasdan saqlang. Agar tushgan summa kutilgandan kam bo'lsa, avval bank ko'chirmasini oling. Keyin pensiya organiga murojaat qiling. 3-qadam begona yechim bo'lsa, darhol harakat qiling.
kartani bloklang, banka yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, karta raqamingizning oxirgi 4 raqami, muammo sanasi, yechilgan summa va ushbu operatsiyani men amalga oshirmaganman degan mazmun bo'lsin. Bankdan tekshiruv natijasini yozma shaklida berishni so'rang. 4-qadam. Bankni almashtirmoqchi bo'lsangiz, tartib bilan qiling. Avval yangi bankda hisob yoki karta ochish shartlarini biling. Keyin pensiya to'lovini yangi hisobga yo'naltirish uchun qayerga ariza berish kerakligini aniqlang. Odatda sizdan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank hisob rekvizitlari talab qilinishi mumkin. Ariza topshirganingizdan keyin qachondan boshlab yangi kartaga tushishini albatta so'rang. Eski kartani darhol yopmang. Birinchi pensiya yangi kartaga tushganiga ishonch hosil qiling. Keyin eski kartani yopish masalasini hal qiling. 5-qadam. Kredit bo'lsa, shartnomani qayta o'qing. Agar pensiyadan ko'p pul yechilayotgan bo'lsa, bankka borib kredit bo'limidan qarzdorlik ma'lumotnomasini oling. Qancha asosiy qarz qoldi? Qancha foiz bor, qancha jarima bor, oyma-oy to'lov qancha, hammasini yozma so'rang. Agar to'lov o'g'irlik qilsa, to'lov grafikini qayta ko'rib chiqish bo'yicha ariza yozing. Mening yagona daromadim pensiya. To'lov miqdorini kamaytirish yoki muddatni uzaytirish imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam. Firibgarlikdan himoyalaning. Hech kimga pin kod bermang. Telefon orqali kelgan havolalarga kirmang. Pensiyangiz oshdi, ro'yxatdan o'ting degan noma'lum saytlar xavfli bo'lishi mumkin. Bank yoki davlat tashkiloti nomidan kelgan xabarni tekshirish uchun rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Ayniqsa ota-onangizga, buvingizga, bobongizga buni tushuntiring. Firibgarlar aynan ishonuvchan va texnologiyani yaxshi bilmaydigan insonlarni nishonga oladi. 7-qadam. Hujjatlarni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, pensiya bilan bog'liq hujjatlar, bank shartnomasi, karta rekvizitlari, ariza nusxalari, bank ko'chirmalari alohida papkada tursin. Agar sizning nomingizdan farzandingiz ish yuritadigan bo'lsa, ishonchnoma masalasini oldindan hal qiling. Bugun sog'lom paytda tartibga solingan hujjat ertaga katta muammoni oldini oladi. 8-qadam. Bankka borganingizda aniq savol bering. Pulim qayerda deb umumiy so'rash o'rniga, falon sanada kartga qancha pensiya tushgan? Falon sanada yechilgan 2 behr ming so'm qaysi operatsiya? Kartamdan avtomatik yechim ulanganmi? Pullik xizmatlar bormi? SMS xabarnoma narxi qancha? Karta muddati qachon tugaydi deb so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. 9-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yozma murojaat qiling. Murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Sana, summa, karta, bank filiali, xodimning javobi, talabingiz shularni yozing. Masalan, 2025-yil 12 mart kuni kartamdan darz aqvata 1000 so'm yechilgan. Ushbu operatsiyani amalga oshirmaganman. Operatsiya asosini tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday ariza kuchli bo'ladi. Xulosa qilib aytsam, agar siz pensiyangizni Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobankdan olayotgan bo'lsangiz, eng muhim narsa pulingizni nazorat qilish. Bank kartasi qulay, lekin e'tiborsizlik qilsangiz, komissiya, kredit yechimi, karta muddati, firibgarlik yoki noto'g'ri tushunish sababli muammoga duch kelishingiz mumkin. Pensiya miqdorini bank belgilamaydi. Bank asosan pulni yetkazuvchi va karta xizmatini ko'rsatuvchi tashkilot. Shuning uchun summa bo'yicha savol bo'lsa, pensiya organiga, karta va yechimlar bo'yicha savol bo'lsa, bankka murojaat qiling. Bugun kartangiz muddatini tekshiring, oxirgi kirim-chiqimni ko'ring. SMS xabarnoma ulanganini aniqlang. Begona yechim bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar bankni almashtirmoqchi bo'lsangiz, buni tartibli hujjat bilan, ariza bilan qiling. Siz pensiyani qaysi bankdan olasiz? Xalq bankidanmi? O'zsanoat qurilish bankdanmi yoki Agrobankdanmi? Sizda karta, komissiya, kredit yechimi yoki pensiya kechikishi bo'yicha muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensiya, nafaqa, bank kartalari va fuqarolarga kerak bo'ladigan muhim huquqiy masalalarni yana oddiy tilda tushuntirib beraman.